To'xtang. Bu reklama deb o'ylab o'tkazib yubormoqchimisiz? Ha, to'g'ri topdingiz. Bu Haval Julian reklamasi. Sizga ushbu avtomobilni shahar ichida nima uchun ommalashib ketganini tushuntirib o'taman. Arzon bo'lishiga qaramasdan premium avtomobillarining funksiyalari ham mavjud. Bunda 360 kamera, rul va o'rindiqlar isitish tizimlari va kattakon panorama va avtoparkovka ham mavjud. Sotib olish uchun qulay shartlar. Avtomobilimizni 1 yildan 3 yil muddatiga doir bir donagina pasport evaziga xarid qilsangiz bo'ladi. Boshlang'ich to'lov 30% bilan boshlab, rasmiy daromad ham talab qilinmaydi. Bundan tashqari 5 yil yoki 150 ming kilometrga doir rasmiy kafolat va servis xizmatlari ham o'zimizda mavjud. Avtomobillar soni ham oz qoldi. Shoshilib qoling xarid qilish uchun.